Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga uy sharoitida bor masalliqlardan ajoyib yumshoqqina bo'lishga tayyorlaymiz. Bizga 1 stakan iliq suv, yarim stakan iliq suv, 1 osh qoshiqda durosh, 6 qoshiqda to'la shakar, yarim piyola o'simlik yog'i, 1 dona tuxumni oqini soldim, sarig'ini esa ustiga surishga olib qo'ydim. Uyda tuxum qolmaganligi uchun 1 dona tuxumdan foydalandim. Endi esa unimizni elakdan o'tkazib, yumshoq xamir qilib olamiz. Xuddi ko'rsatilgandek yumshoq xamir qilib, endi esa ozgina salafon yopib, ko'tarilib chiqqunga qadar olib qo'yamiz. Ustiga sochiq yopib. Taxminan menda yarim soat, 1 soatlarda ko'tarilib chiqdi. Endi esa xamirimizni pastga tushirib, 3 ta bo'lakka bo'lib oldim. Bo'lakka bo'lib qo'lim yordamida yaxshilab yoyib oldim. Orasiga esa sariyog' yoki margarin surib olamiz. Ikkinchi xamirni ham xuddi shunday ustiga qo'yib, ikkinchi xamirni ham xuddi shunday qilib ustiga sariyog' qo'yib, uchala xamirni ham bir tekisda qilib yoyib olib, esa pichoq yordamida kesib oldim. Farzandlarimiz mazza qilib yeydigan bulichka bo'ladi. Shunaqangi yumshoq bo'lar ekan, albatta tayyorlab ko'ring. Endi esa mana shunaqangi pichoq yordamida kesib olganimdan so'ng, endi birin-ketin bulichkalarimizni o'rab olamiz. Juda ham oson, tez tayyor bo'ladi. Orasiga har xil murabbo yoki nachinka solsa bo'ladi. Men foydalanmadim nachinkadan. O'zini o'rab qo'ya qoldim. Hammasini listimizni yog'lab olgandim. Endi listlarimga terib olaman. Endi boyagi 1 dona tuxumni sarig'ini olib qo'yganini ozgina sut solib ustiga surib olamiz. Hammasiga surib olamiz. Duxovkani qizdirib qo'yamiz. 10 minutcha qizib turishi kerak. Endi ustiga yer yong'oq yoki makdan foydalanasiz. Men esa makdan foydalandim. Duxovkamizga jo'natamiz. 160-170 gradusga 20-25 minutda pishib tayyor bo'ladi. Qizalog'im kutmadi, tezroq bera qoling degani uchun qo'liga tutqazdim. Uy sharoitida albatta tayyorlab bering, farzandlaringiz mazza qilib yeyishadi. Meni qizlarim bu bo'lichkani bir kunga qolmasdan yeb qo'ydi. 1 list bo'lichkani bir kunga qolmasdan yeyilib ketdi. Juda ham yumshoq va mazali bo'lganligi uchun. Sizga retsept yoqqan bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha deyman. O'zingizni ehtiyot qiling.